Hammaga kattakon salom. Bugun sizlar bilan Dream. Bugun sizlarga qanday qilib mana Gerapda o'sha pullik FPS ko'tarib beradigan, mana qotmaydiganni sizlarga yoqishni o'rgataman. Atiga bir kunlik, lekin sizlar agar qancha akkauntlaringiz bo'lsa, shuncha har kun almash qila olasizlar. Sizlarga ko'rsataman, qaranglar. Birinchini Gerap olasizlar. Mana Gerap olasizlar hozir ekranni bo'lib olaman, hammaga ko'rinish uchun qaranglar. Hammani registratsiyalardan o'tib olib, akkauntlaringizni kiritasizlar, o'zingizlarga kerakli. Keyin mana bu ya degan joyga kirasizlar, keyin qaranglar. Ana shunaqa bo'lma ochiladi. Shu bo'lma ochiladi, qaranglar. Mana bu yoqqa aktivirist bosasizlar. Bu yoqqa Omni 19 yozsalaringiz beradi. Men prosta hozir ishlatib bo'lganman. Shunaqa deyapti. Sizlar bemalol o'zlaringiz ko'rib ishlatasizlar. Keyin o'shanda shunday bergandan keyin mana shu ускорить degan joyga chiqasizlar-da. Mana shu ускорить bosasizlar, ускорить mana. O'zi keyin anaqa sizlardan so'rash boshlaydi. Qaysi anaqa server yaxshi deb. Mana masalan ускорить mana. Men hozir Yevropani qo'yganman, masalan, hozir Germaniyani tanlayman. Qaranglar. Mana chiqarib yubordi hozir mana bu o'yinda, mana bu yerda esa skrini ketyapti. Hozir ko'rasizlar. Menga Germaniya qilib berdi. Xohlaguncha o'yinlar mana bu yerda pinglarni ko'rsatadi. Oldingi ping 124 edi, hozir 100 ga yoki 93 ga tushirib qo'yadi. Agar undan zo'rlamoqchi bo'lsalaringiz, u pulli turadi. Adashmasa mana bu hopdan topsalaringiz bo'ladi. Shu bilan открыть игрuni bosasizlar. Hozir ochadi. Balki bemalol o'tib olasizlar o'yinga. Hozir. Mana o'yin mana yaxshiroq ishlash boshlayapti. Mana FPS ni ko'tarilgan, mana bemalol druzalarni agar o'shani FPS kichkina telefonlar beradi va keyin o'sha hamma qilmoqchi bo'lgan o'shani morsa tezda yuradi-yu, hozir ko'rsataman. Hozir ko'rlasizlar, bitta anaqa qotmasan orqada paydo bo'lmasdan, mana shunaqa qiziqarli videolarni o'tkazib borishimiz uchun bemalol menga o'sha kolokольчик bosib, podpiskani bosib qo'yasizlar. Men undan ko'p narsalarni o'rgataman bepulga. Mana prosta hozir anaqa videoni qilayotganiga shunaqa ko'rsatyapti. Mana FPS anaqa ko'tarilgan, mana bu yerda ham ko'rsatadi. Mana zaman asosida 100 turibdi mana bu yerda. GP o'shalari shunaqada. O'shani Gerap ilovasini olasizlar va iPhone da ham bor, Android da ham. Mana bemalol mana qotmasdan bemalol o'ynab olasizlar. Mana o'zi ham bir marta ko'rsatib beraman. Bang. Mana qotmasdan yurib beradi. Agar qanchalik zo'r telefon bo'lsa, shuncha yaxshi-da. iPhone bo'lsa, to'g'ri anaqa nima deydi? Ekran chastotasi ayrim iPhone'larda 60 bo'ladi, 11larda, 12larda. Agar shuni olsalaringiz bemalol silliq qilib ishlab beryapti, mana silliq. Bemalol qotmasdan ultani bosgan joyimda sraz boryapti mana. Sraz boradi mana. Bemalol pastlarga tushib, buni itarib ketasizlar. Mana shu bilan bu o'sha skin mana shunaqa garderob o'zi qotib ochiladi. O'zi aslida telefonni olishibsiz. Bemalol foydalanasizlar. Lekin Shomurodovanskiga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Hammaga xayr.